andijonlik bir insonni bo'lib ham sulolaga taalluqli bo'lmagan odamni Andijon xalqining taklifi bilan, istagi bilan qo'yib beradi o'ziga. Va u 3 yil bu yerda hokimlik qiladi. Bu yerda endi Iskandar Sulton chiqadi keyin o'zini o'g'li. Abdulla Sultonning taqdiri noma'lum, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, Iskandar Sultonni qo'yadi. Ana endi nima Fozilxo'ja 3 yil 1635-yilgacha bu yerda hokimlik qiladi. Yomonlarning qo'lini kesib, yaxshiliklar ulashib, xalq farovon rozi bo'lib yashadi deydi. Endi bunaqa hokimlik ham endi bari uzoq davom etishi qiyin, chunki oddiy xalqdan ko'ra mana bu siyosiy elita bilan ham ozgina hisoblashish kerak. Bular nima qiladi? Shayboniylar so'nggi vakilni toptirib keladi Qo'shqor Yorqin xonligini. Yana shuni qo'yishimiz kerak deydi-da, bular o'tirorga boradi, u Nazar sultonni oldiga, xonzoda deydi. Va bular bu yerdan turib, qozolarda yordamchi kuch olib Andijonga kirishadi-da, Fozilxo'jaga bu xabar keladi. Endi Fozilxo'ja yuqorida aytdik, ra'yatdan chiqqan bitta odam, ruhoniy ham boshqa u sarkarda harbiy odam emas. Shuning uchun Fozilxo'jaga endi ba'zi tushuntirishgan bo'lsa kerak, u butun oila a'zolarini olib nimaga chekinadi, O'ratepaga harakat qiladi, chiqib ketishga. Chunki bu kutilmaganda hujum qiladi, uni hozir qo'shin to'plab unaqa odam emas. Lekin yo'lda qo'lga tushadi-da, Fozilxo'ja o'ldiriladi.